ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men Jizzax viloyati Jizzax shahrida murojaat qilyapman sizga. Meni murojaatim sizga mana bu Haqqul Xolmat G'aybullayevich 2025-yil mana shu men yashab turgan xonadonda soxta hujjatlar bilan mansabdor shaxs Norquziyev Dilshodga soxta hujjatlar bilan sotib yuborgan. Biz bu masala bo'yicha prokuratura organlariga murojaat qildik. Prokuratura organlari bizga yordam berishdi. Rahmat. Ichki ishlar organlari, jinoyat sudlari. Lekin mana Haqqul Xolmatni O'zbekiston Respublikasi hukumidan mana aybli deb topildi. Mana aybli deb topildi. Mana 168-qism 4-qismi bilan aybli deb topildi. Qolgan 28-209-moddasini Jinoyat Protsessual kodeksining 84-qismi bilan tugatilgan deb hukm chiqarilgan. Lekin yana bir sabab bu yerda fuqarolik sudiga biza yangi ochilgan tartibda mana da'vo ariza kiritdik. Kecha mana fuqarolik sudi sudyalari buni ham rad qildi. Sababi fuqarolik sudi nimadan manfaatdor? Bu yerda hamma hujjatlarimiz bor bizda. Mana aybli deb topilgan. Aybli deb topilgan, mana aybli deb topilgan hukmi bor. Apellyatsiya ham bergandik, apellyatsiya ham mana Haqqul Xolmat G'aybullayevich tomonidan apellyatsiya berilgan edi. Apellyatsiya birinchi instansiyani kuchida qoldirdi. Endi bizga shunda aytibdi, jinoyat sudlari bo'yicha bu uyda merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani fuqarolik tartibda da'vo ariza kiritilsin deb tushuncha berib o'tib ketyapti, hurmatli prezident. Lekin bular bekor qilmayapti fuqarolik sudi. Fuqarolik sudiga qancha borsam ham birontasi meni qabul qilmaydi. Shuncha boraman, murojaat qilaman. Mana yangidan ochilgan holat bo'yicha ham fuqarolik kodeksi, Protsessual kodeksda 437-moddasi 2-qismida yangi ochilgan holat bo'yicha ham da'vo ariza berdik, hurmatli prezident. Lekin bular bekor qilishmayapti. Mana bu hujjatlar hozir hech qaysi o'tmay qolyapti menda bu fuqarolik sudiga. Bu Haqqul Xolmatni yonini olyapti bular. Jinoyatni yashiryapti bular. Jinoyatni qasddan yashiryapti fuqarolik sudi. Hurmatli prezident, yordam bering bizga. Biza ko'chada qolib ketamiz, hurmatli prezident, bizga yordam bering, iltimos. Iltimos, hurmatli prezident, 1 yildan beri cho'pib yuribman shu masala bo'yicha. Haqqul Xolmatni jinoyatini oshkora qilyapti bular. Yonini olyapti fuqarolik sudi. Hurmatli prezident, bizga yordam bering, iltimos, amaliy yordam bering bizga. Siz o'zingiz nazoratingizga olmasangiz bular ishlamaydi birontasi. Iltimos sizdan. Hurmatli prezident, mana meni onam ham bor, mana onamlar ham gapirsin, mana gapiring o'zingiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev. Mana shu 1 yildan beri mana shu uy bo'yicha, soxta qilingan uy bo'yicha cho'pib yuribmiz. Meni yoshim 68da, boshda ikkam 70dan. Umuman borganimizda inobatga ham olmayapti fuqarolik sudda. Da'voga kiritdik. Mana o'g'lim aytgan gap hammasini men qaytaraman. Iltimos bizga yordam bering. Iltimos prezidentimiz. Men hozir mana shu 1 yildan yugurganman, sog'ligimdan ayrildim. Davleniya bo'lib qoldim. Asablarim charchadi, oyog'im og'riyotgan bo'ldi. Shuncha chopyapman, shuncha iltimos qilyapman. Umuman bizni tinglamayapti fuqarolik sudda. Umuman yangi ariza bo'yicha ham da'vo kiritdik, eskisi bo'yicha ham da'vo kiritdik. Eskisini rad qildi, endi yangisini da'vo qilsa, yana boshqatdan yangi qilib keladi. Bo'lmasa sud yuraverasizlar deydi, fuqarolik sud aytadi. Agar kelishinglar deydi, Haqqul Xolmat bilan kelishinglar deydi. Kelishmasalarni sud yuraverasizlar. Qaysi sud shunday deb aytadi fuqaroga? Ha? Men iltimos sizdan yordam bering. Men sizga onalik hurmatimni, mendan kattamsiz, kichkinamsiz, katta bo'lsangiz otam bo'ling, akam bo'ling, kichkina bo'lsangiz ukam bo'ling. Iltimos prezident menga yordam bering. Biz ko'chada qolib ketamiz. Yerda 8 ta odam turibdi. 8 ta odam turibdi bu yerda. 8 ta odam ko'chada qolib ketishi osonmi, hurmatli prezident? Hali bolalarim yosh, nevaralarim yosh va viloyat balog'atga yetmagan. Iltimos, men sog'ligimdan ayrildim, asablarim tamom bo'ldi. Men sog'ligimda nima qildim meni? Hech kim meni inobatga olmayapti. Menga kim keldi? Sen keldingmi? Nima bo'yicha hech qaysi ishi yo'q. Shunday boraman ertagaki. Otangga bor, enangga bor. Otangga bor, enangga bor. Iltimos, sizdan boshqa hech kim bizga yordam bera olmaydi. Katta bo'lsangiz, men akamsiz, otamsiz. Iltimos, sizdan yordam bering, men sizga iltimos qilaman. Hurmatli prezident,
Shavkat Miromonovich. Bizga amaliy yordam bering, hurmatli prezident. Bu Haqquli Hurmat G'aybullayevich Norqo'ziyev Dilshod mansabdor shaxs bilan tilni biriktirib, g'ayriqonuniy ishlar qilib yuribdi. Bu mahalla raisi bo'ladi bu. Qanday bila turib bu mahalla raisi bu nizoli uyni bilmaganmi? Bilgan bu, bila turib olgan. O'rtada pul yo'q, hurmatli prezident. Bu Norqo'ziyev Dilshod mansabdor shaxsni egallab turgan lavozimidan ozod eting. Qanday qilib bu mahalla raisi bo'lib turib shunday qilib ishlar yuribdi. Bizni sudlarga berdi, uydan chiqarish bo'yicha. Sudlar rad qildi buni da'vo talabini, hurmatli prezident. Mana bu Baybekov degan sudya fuqarolik sudida ishlagan noto'g'ri qarorlar chiqarib, bizni majburiy tartibda mani oilamni ikkiga bo'lib qo'ygan. Hozir mani oilam bu yerda yo'q, yarim oilam ko'chada. Men bu yerdaman, hurmatli prezident. Yordam bering bizga, iltimos. Bu sudyalarning xatti-harakatiga baho bering. Hurmatli prezident administratsiya raisi Saida Mirzoyev Shavkatovna, siz ham inobatga oling bularda qilgan ishini, iltimos. Amaliy yordam beringlar bizga. Bu jinoyatchilarga qonuniy chora ko'ringlar, iltimos sizdan. Amaliy yordam so'rab qolaman. Umidimiz sizdan. Umidimiz sizdan. To'xtat, usta.